Qancha bo'ldi ko'rganimizga? Nima bezda qotdi? Bo'yinda bek ko'taramiz. Demak, bu bemorimizda bo'yin ekstrakranial qon tomirlari brachiosefal arteriyalarini ultratovush diagnostikasini olib boryapmiz. Bu qon tomirlar miyani oziqlantiruvchi asosiy qon tomirlar hisoblanadi. Bu tekshiruv orqali qon tomir devorlarida aterosklerotik o'zgarishlar, torayishlar va qon oqimini miyaga to'g'ri yo'nalganligini aniqlab baholash imkoniga ega bo'lamiz. Bu tekshiruv orqali bemorlarda insult xavfini vaqtida aniqlab va baholab va shu bemorlarda o'tkir boshimga qon aylanishi yetishmovchiligini oldindan profilaktika qilish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Bo'yningizni chap tomonga buramiz endi. Boshingiz aylanmaydimi? Yo'q, unday yo'q. Davleniyachi? Davleniya past. Oshmaydi. Oshmaydi. Holesterin hech tekshirtirganmisiz? Baland emasmi? Tekshirtirgan. Chekmaysizmi? Yo'q, chekmayman. Ma'lumot o'rnida shuni aytib o'tmoqchimizki, arterial qon tomirlaridagi aterosklerotik o'zgarishlar eng ko'p chekuvchi insonlarda juda ham ko'p uchraydi. Nikotin qon tomirlar devorini zararlantiruvchi eng muhim omil hisoblanadi.